psixologiya bilan bog'liq bepushtlik bor. Lekin men patsientlarga juda ham ko'pchilik aytaman, endi buni sababini hozir siz aytib berasiz, xudo xolisa. Men kelishadi, ishlashingiz kerak. Ishlang. Psixolog bilan ishlamasangiz yoki psixogenetik bilan ishlamasangiz, men siz muammongizni yechib bera olmayman deyman. Sizga yubordim bunaqa ko'plab, lekin ko'pchiligida shunaqa qo'rquv bo'ladiki, yo'q, men bormas ekanman, yo'q, erim aytdi men bormas ekanman. Negadir ularda birinchidan qo'rquv bor shu narsada. Sizga beradigan birinchi savolim, nega ular mana bu psixolog yoki psixogenetik bilan o'zini muammosi bilan ishlashga qo'rqishadi? Bu mentalitetni krizisi deb o'ylayman. Bu mentalitetni qo'pol qilib aytsa qashshoqligi deb o'ylayman. Bu nafaqat psixologiya, psixogenetika, balki advokaturada ham mana shunaqa. Ularda boshqacha fikr uyg'ongan. Bunga nisbatan to'g'ri, Allohdan har birimiz so'raymiz, lekin o'shani qanaqa so'rash? Masalan, men bu iborani ko'p ishlataman, meni o'quvchilarim ham biladi. Masalan, podvoldan banka olib chiqasizda, uni yuvmasdan turib toza suv qo'yib ichmaysiz. Tozalaysiz, o'zingizni chistka qilasiz. Или har bitta sizni prosesslaringizda ham oldin hamma narsa chistka bo'ladi, spirtlanadi-da. Keyin u narsa ishlatiladi. O'shaning uchun men har doim aytaman, sen o'zingga qachon o'zing toza qilib, pok qilib, ravo ko'rishni bilsang, shundagina Alloh beradi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalim kuzatuvchilari. Bugun navbatdagi podkastimizni xudo xolasa boshlab oldik. Bu sizlar uchun juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman, chunki bugun biz dalgajdani o'ta kutilgan bugungi suhbatimizni va nihoyat boshlab oldik. Nega bu dalgajdani deyapman? Chunki juda ham ko'plab qabulimga kelayotgan patsientlarimda shunaqa muammolar uchrab turadiki, ularni tanasida kasallik yo'q, lekin ular o'zini kasalman deb hisoblaydi yoki-da bepushtlik 10 yillab, 12 yillab homilador bo'la olmayapti, lekin bizga kelishadi, hamma analizlar yaxshi, turmush o'rtog'ini ham, o'zini ham analizlar yaxshi, lekin ularda natija yo'q. Va shunaqa holatlar bo'ladiki, uchta qizi bor, keyingisiga keladi, men o'g'il tug'ishim kerak, va lekin afsuski biz skrin qilganimizda yana keyingisi ham qiz bo'lish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi va ko'plab psixologik patsientlarimdagi muammolar juda ham ko'p. Uni afsuski biz qabulimiz vaqti chegaralangan bo'ladi. U patsientlarimiz bilan ishlashga har doim ham ulgurmaymiz. Shu sabab bizga juda ham kerak bo'lgan yordam beradigan mutaxassislarimiz, ya'ni psixogenetiklarning yordami bizga juda ham muhim bo'ladi. O'shaning uchun bugun va nihoyat men o'zim suhbatimga o'zim uchun juda ham qadrdon bo'lgan bitta o'rtog'im, yaqinim, psixogenetik Yo'ldasheva Xulkari chaqirishga qaror qildim. Sizlar ko'pchiliginglar patsientlarim bularni taniysizlar, ko'pchiliginglar ishlagansizlar hattoki, va biz bugun juda ham ko'plab sizlar tomonidan berilgan savollar va o'zimni ichimdagi savollarimni yechimini javobini topish uchun mana bugun shu yerda podkast qilishga qaror qildik. Marhamat, xush kelibsiz bizning bugungi efirimizga. Xudo xolasa juda ham manfaatli bo'ladigan efir bo'ladigan umiddaman. Ikki sizga so'z. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor, men Xulkari Yo'ldasheva, neyrocoach, ya'ni ki inson ong osti va uni muammolari bilan ishlab beruvchi mutaxassis sifatida bugun shu efirda Lobar Ergashevna bilan birga ekanmiz. Bundan juda ham xursandman. Albatta biz ayollar va jamiki ayollarga yordam berish uchun aynanki shu yerda yig'ildik. Sababi bizdagi ko'p muammolar aynan Lobar Ergashevna aytganlaridek tanamizda emas, balki ruhiyatimizda. Aynan sog'lom tanada sog' aqlni bekorga yetishmaydi va aynan o'sha aqlga, ruhiyatga, qalbga tayangan holda bugun biz jamiki muammolarni bartaraf qila olamiz. Xudo xolisa. Juda manfaatli, ahamiyat berib oxirigacha ko'rsanglar qanaqa bizning vaziyatda, chunki bizning umumiy bemorlarimiz birga bo'lgan va biz ular natijaga olib chiqamiz. Bular haqida ham sizlarga aytib o'tamiz va ko'plab o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob olishinglar mumkin. Demak, bizning birinchi o'rinda meni o'zimni savolim bo'lgan. Buni ko'plab biz endi birgalikda o'rtog'im bo'lganlar uchun ko'p ovqatlanamiz, birga o'tiramiz va o'sha paytlarda birinchi sizga bergan savolim va mana shuni, demak, menga qiziq bo'lganmi, demak, ommaga ham bu qiziq deb o'ylayman. Ya'ni psixolog va psixogenetik hozirgi kunda juda ham ko'pchilik bu yo'nalishda ishlayapti va juda ham malakali mutaxassislar bilamiz, lekin men to'g'risi o'sha birinchisiga savol berganman, o'zi aslida psixolog va psixogenetik kim ular? Alohida mana bekorga ikki xil nazvaniya emas, ular bir xil sinonim emas, to'g'rimi? Ularni kim psixolog bilan ishlash kerak, kim psixogenetik bilan ishlash kerak deb sizni mutaxassis sifatida fikringizni bilmoqchiman.
Mana qiynaysiz. To'nki savollar. Tushundim. Siz endi bilaman, ilmiy sohangiz bo'yicha ham o'ta qiziquvchansiz. Demakki, sizni bu savol qiynadimi? Oddiy ayollarimizda ham bu savol baribir ichida bor, bilaman. O'zimizga keladigan patsientlarda ham bu savol по-любому bo'ladi. Ya'ni nima desam ekan? Psixolog bu nazariya tarafdan, ya'ni sizni yer yuzidagi muammolaringiz mana bo'ladi. Shaxs sifatida rivojlanishingiz, aynanki sizni hayotingiz davomidagi bo'ladigan muammolarda ishtirok etuvchi ilmiy xodim, ya'ni kim cho'qqisiga chiqqan bo'lsa, ya'ni PhD qilgan bo'lishi mumkin yoki oddiy magistrant bo'lsa ham psixolog sizni yechimingizni chuqurlashtirmasdan sizga tavsiya bera oladi, lekin siz uchun aralashib keta olmaydi. Ikkala soha egasi ham, psixogenetika ham, psixolog ham. Psixogenetika bu уже sizni masalan psixolog ong bilan shug'ullansa, уже psixogenetik, neyrograf или там neyrokoучlar ong osti va ruschada gap bor, подсознание и бессознательное degan narsalar bor-ku, imенно o'sha to'qimalaringiz bilan ishlab beruvchi shaxsni bilaman. Chunki ko'plar qo'rqadi, aynan o'sha muammosiga ichkari kirishga qo'rqishadi. O'shaning uchun ham yechim yo'q-da, ko'pincha ishlashadi, yuzaki psixolog bilan ishlanadi. Lekin balkim chuqur ishlaydigan psixologlar bor, lekin men ko'pincha ko'raman, psixolog bilan ishlaydi. Hattoki o'zimni shifokor o'rtoqlarimda ham endi bu hammada psixologik muammolar bo'lishi mumkin. Ishlab kelishadi, turmush o'rtog'im aytdi, dedi. "Voy, sen psixologga bording, bir hafta zo'r yurding-da, shunda u bilan ishlash tugatdi." Anaqa yana o'zingga qaytib qoldi. Chunki u ong osti bilan ishlamagan. Ong osti bu men o'zim tushunishim bo'yicha gubka ushlab oladi. Ustini tozalaysiz, lekin ichkaridagi gubkada уже qolib ketadi bu. Bilasiz, bu narsa haqida biz ko'p gaplashganmiz. Siz bilan aynan nima uchun insonlar qo'rqadi? O'sha og'riqni yana yashab o'tishga qo'rqadi. Endi bu narsadan hech kim, ruschada gap bor, "не застрахованы" degan gap bor. Hech kim bu narsadan kafolatlanmaganki, psixolog yoki tam psixogenetik qanaqadir Allohimni boshqa sinovdan chetda degan narsa yo'q. U hattoki professional bo'lsa ham, uni taqdirida qanaqadir sinovlar, qanaqadir vazifalar beriladimi Alloh tarafidan, u o'sha professionalligini ishga solib yechish kerak o'sha muammoni. Shunaqa. Endi men yana shu o'rinda aytib o'taman, ko'plab ruscha terminlar bor ishlatishlari mumkin, chunki bular O'zbekistonda hech kimda, mana shu o'rinda maqtab o'taman, chunki bu maqtovga munosib insonlarni o'zingizlar ham hozir suhbat davomida ko'rasizlar. Moskvada anaqa o'qishi, o'sha aynan psixogenetikani Moskva davlat universitetida o'qiganlar. O'shaning uchun ham o'zbekcha terminlarini uni keltirib beraman sizlar mumkin. Hozir aytayman, juda ham men o'zimda qancha savollarimni javobini olganman bu insondan. Hozir birma-bir aytib o'taman. Endi demak, psixolog va psixogenetika sizlar bilib oldinglar qanaqa farqlari bor va keyingi meni beradigan savolim, mana siz boyagi aytib o'tganimda birinchi shunga to'xtalmasam, keyin boshqa mavzularga kirishib ketishimiz mumkin. Aynan bepushtlik. Meni o'zimni ko'plab bemorlarim sizga shu munosabatda shu masala bo'yicha borishgan. Terminologik savolingiz-da bu sizning. Shunaqa, 90% sizga shunaqa bemor yuboraman. Men chunki aytaman, bizda chegaralangan. Bizda ham o'zi mana shifokorlar juda ham ko'pchiligi psixolog bo'lib ketadi, xolismi yo'qmi? Endi tim bo'laman, bilasiz, parental psixologiyani o'zim o'qiganimdan keyin aynan nega o'zi o'qidim uni parental psixologiyani, sizdan esingizdami, so'radim. Shuni o'qimoqchiman, shu yo'nalishda o'qimoqchiman deb onlayn o'qidim. Nega bu menga kerak bo'ldi? Chunki kelyapti qabulimga. Kelayotgan bemorlarim, bepushtlik bilan kelayotgan bemorlarim 90% da, men uverin bo'lib ayta olaman, 90% da analiza hammasi yaxshi. Turmush o'rtog'ida ham o'zida ham analizlar yaxshi, lekin kelishyapti qabulga, homilador bo'la olmayapti. 3 yil, 5 yil, 7 yil, 12 yil, 10 yillar bo'lmayapti. Aytaman, men sirazi ko'rganda уже aytaman, biz qaraganda bilamiz, uni muammosi уже hali ko'rmasdan, вот shundoq qaraganda уже hattoki kasalliklarning ham ba'zi belgilari yuzga chiqadi. Endi hattoki ko'plab gaplashganingizdan keyin psixologik ularda faktor borligini ham sezasiz. Chunki mana biz o'qiganim sari shunga oldin ahamiyat bermaganman, qarang. Yaqin 3 yillikda ahamiyat bermaman. Bepushtlikni klassifikatsiyasini ichida oxirgi o'rinda idiopatik besplodiya bor. Ya'ni idiopatik, ya'ni sababi noma'lum yoki qavs ichida yozilgan ekan, shunga ahamiyat bermaganman. Psixologik faktorlar, ya'ni psixologik bepushtlik, qarang. Shu hattoki bu standartlar klassifikatsiyasiga ham butun jahon standartiga kiritilgan, demak, buni tibbiyot ham tan oladi, psixologiya bilan bog'liq bepushtlik bor.
lekin men patsientlarga juda ham ko'pchilik aytaman, endi buni sababini hozir siz aytib berasiz, xudo xolisa. Men kelishadi, ishlashingiz kerak. Ishlang. Вот psixolog bilan ishlamasangiz yoki psixogenetik bilan ishlamasangiz, men siz muammongizni yechib bera olmayman deyman. Sizga yubordim bunaqa ko'plabini, lekin ko'pchiligida shunaqa qo'rquv bo'ladiki, yo'q, men bormas ekanman, yo'q, erim aytdi men bormas ekanman. Negadir ularda birinchidan qo'rquv bor shu narsada. Sizga beradigan birinchi savolim, nega ular mana bu psixolog yoki psixogenetik bilan o'zini muammosi bilan ishlashga qo'rqishadi? Bu mentalitetni krizisi deb o'ylayman. Bu mentalitetni qo'pol qilib aytsa qashshoqligi deb o'ylayman. Bu nafaqat psixologiya, psixogenetika, balki advokaturada ham mana shunaqa. Ularda boshqacha fikr uyg'ongan bunga nisbatan. To'g'ri, Allohdan har birimiz so'raymiz, lekin o'shani qanaqa so'rash? Masalan, men bu iborani ko'p ishlataman, meni o'quvchilarim ham biladi. Masalan, podvoldan banka olib chiqyapsiz, uni yuvmasdan turib toza suv quyib ichmaysiz. Tozalaysiz, o'zingizni chistka qilasiz. Ili har bitta sizni protsesslaringizni ham oldin hamma narsa chistka bo'ladi, spirtlanadi-da. Keyin u narsa ishlatiladi. O'shaning uchun men har doim aytaman, sen o'zingga qachon o'zing toza qilib, pok qilib, ravo ko'rishni bilsang, shundagina Alloh beradi. Chunki to'g'ri, hamma narsa Allohdan, bizaki mo'min musulmonmiz, alhamdulillah, va buni даже aytilganki, просить, уметь просить, ya'niki so'rashni ham bilish kerak-da. Shunaqa. Ilm bo'lish kerak. Bu narsani bekorga bizga buyurilmagan, o'qi, izlan. Buni o'sha hadislarda ham bor, oldingi ulamolar ham ta'kidlashgan, beshikdan qabrgacha ilm izla. Imini bo'ldi, universitet tugatding, sen kimdirsan, bo'ldi, stop emas. Aynan universitetdan keyingi hayotda biz nabarot o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. O'sha paytda esingizdami? 30-35 yoshdan keyin ayniqsa boshlanadi ayollarda naqa deganingiz. Chunki birinchi farzand har bitta insonni birinchi farzandi 10 yoshga to'lgandan keyin undagi o'sha onasidan, babushkasidan kelgan ustanovkalar bor-da. O'sha ustanovkalardan biz уже yashashni boshlaymiz. Уже hayot o'sha paytdan boshlanadi. Bolalikda, o'sha paytda ham turmushda krizislar boshlanadi. 3 yillik, 7 yillik, 10 yillik. Agar o'sha krizislardan yashab o'tib ketsa, odam o'tib ketadi. Bo'lmasam ki ularni уже yo'li ayriladi-da. Haqiqatda ham men ahamiyat berdim. Men o'zim atrofimda mana o'sha 30 yoshimgacha bo'lgan periodda qizlarda umuman boshqacha fikrlash bo'lgan. Uchib yuradi-da hamma. Uchib yurgan, xuddi rozvoy ochki taqib yurgan. Вот 30 yoshdan keyin ko'rdim, 35 yoshimdan keyin ko'rdim. Вот hamma atrofimda endi ulg'aygani sari atrofingizdagilar ham ulg'ayyapti. Atrofingizdagi muhit o'zgaryapti borgan sari. Qarayman hammasida вроде anu paytda 30 yoshgacha bo'lgan paytda o'zi puli unaqa ko'p bo'lmagan, lekin qancha pul o'zi bundoq ko'pchilik aytadi, pul muammoni hal qiladi. Pul misol uchun vaqt olib keladi qanaqadir miqdorda, to'g'rimi? Va vaqtli onlayn sotib olish energiya beradi. Lekin borgan sari aynan hozirgi zamonda odamlar tushkunlikka tushib ketyapti, muammolari. Siz o'shanda aytgansizdan 30-35 yoshdan keyin o'zi hammada shunaqa boshlanadi. Lekin men o'yladim, hozirgi zamon, informatsiya ko'p bo'lgan zamon bo'lganligi uchun shunaqa bo'lasam, даже men hatto onam bilan gaplashsam, onam ham shunaqa aytdilar. Men mana shu 30-35 yoshda rosa psixologik kitoblarni o'qiganman hatto dedilar-da. Mana shu taymda savol tug'iladi-da, o'zi gap bor-u, javob topilsa savollar o'zgaraveradi deydi-ku. Sizning gapingizdan hozir nimagadir odamlar tushkun deganing sababi, miyaga birinchi miya qachon pechatlaydi? Впечатление deydi ruslar. Впечатление ya'niki o'sha qaysidir davlatga borsangiz, sizda o'sha yerda впечатление qoladi, ya'niki o'y fikr qoladi o'sha joy to'g'risida, to'g'rimi? Siz pechat qilasiz ongingizga. Eslaysiz, rasmda ko'rasizmi, boshqa joyda ko'rasizmi, o'sha xotira xohlaysizmi, yo'qmi, sizga eslatadi bu paytda-da. Hozir aytmoqchi bo'lganim, vizualni odamlar ko'ryapti-da. Bizda paytimizda, ya'ni 10 yil avvalda ham bunaqa narsa bo'lmagan. Odamlar o'sha boriga qanoat qilib yashashni, paytida yashashni o'rgan. Hozir Instagram bor, Facebook bor, ko'radi, o'ziga o'zi ustanovka o'rnatadi, sababiki nega unda bor, menda yo'q. Ili uni ortidagi hayot hech kimga qiziqmas. Har doim aytaman, u taqqoslagan odam baxtsiz. O'zini kimdir bilan taqqoslasa, u baxtsiz, chunki barmoq izlari har xil, hammada o'zini vazifasi har xil bu hayotda. Sizni aytadi-yu, sizni konkurentingiz faqatgina kechagi siz deydi-da. Atrofingizdagi boshqa hech kim emas. Kechagi faqat siz bilangina taqqoslash kerak. Odam dushmani ham o'zida. O'zini o'y fikrlari, o'zini xayollari. Alloh boya savolingizga qaytsak, Alloh ham hech kimni nima deydi, farzandsiz qilib yaratmagan. Endi bu qanchalik kesib tashladi bilmayman. Tug'adigan va tug'olmaydigan qilib yaratmagan, bunaqa qo'pol qilib aytsa. Hamma bu narsaga haqli, farzandli bo'lishga hamma haqli.
Alloh nazdida hamma haqli. Inson o'sha o'zini harakatlari va o'zini o'y-fikrlari orqali uni to'sib qo'yadi, blok qo'yadi. Deylik, yoshligida, ammasida, xolasida ko'rgan dasturlari yoki o'rtog'ida ko'rgan dasturlari ayni ayollarda bu narsa nimaga kuchli rivojlanadi? Hali bu kelajakdagi savollaringizga ham qanaqadir tsepочка qilib keting, bog'liq tomon qilib keting, chunki ayollar emotsional bo'ladi-da baribir. O'sha narsani ko'proq shimadi o'ziga. Erkaklarning miyasi bilan ayollarning miyasini solishtirganda, erkaklarning miyasida oq va qora iplarni ko'rasiz-da. Ayollarnikida bir vaqtning o'zida shu yerda o'tirib ham to'xtang, bu qaranglar, bu nima savoli? Men bularga oldin bitta mana shu savolim bor deganim uchun aytyaptilar. Mana tsepочка dedilar. Men hozir sizlarga shu joyida aytib ketaman. Bu gapingiz bo'lgani uchun ming bor uzr. Men har doim shu savolim bo'lgan, bularga oldin ham berganman va hozir aytaman, mana shu savolingizga javob berishingiz kerak, xudo xolos, chunki men juda ham ko'pchilik hozir negadir mana meni turmush o'rtog'im, sizni turmush o'rtog'ingiz yoki boshqa atrofda o'zini hurmat qilgan, bizning atrofimizdagi hech qaysi erkaklar psixologga bormaydi, psixogenetika bormaydi. Nega ular bormaydi-yu, ularni ongi shunaqa toza, lekin nega hamma atrofimizdagi eri yaxshi bo'lgan ham, eri hamma narsa qilib beradi, gullar olib kelib podarka, lekin večno miyasi buzilgan, hayotdan недоволен, nega shunaqa deb sizga savol bergan. Hozir shu savolning javobini olasizlar. Nega ayollar ko'proq psixologga va psixogenetika ehtiyoji bo'ladi, nega erkaklar emas? Erkaklarning ham bu savolida ko'pchilik, mana men psixologga borib normalniman-ku. Bunda o'ylab qarasiz, o'zi erkaklarning ham bo'lgan shu narsa. Chunki erkaklar realist bo'ladi. Ular tavakkalchi bo'ladi ayollarga nisbatan. O'zi bizada qonimizda bu narsa singdirilganki, kimgadir bog'lanib yaralganmiz, kimdandir o'sha odam atoni qovurg'asidan yaralgan, emotsional va ruhiy qalban ham bog'liqsiz. Kim bolalikdan otaga, akaga aytam, ukaga, akasi bo'lmasa, bo'ladi shunaqa ukalar bor, akadek. Keyin уже keyin mentalitet anaqasidan ham уже har bitta millatda bu narsa bor. Masalan, turmushga chiqsang, уже biz bilamiz, turmushga chiqqadi qiz bola va uni u yoqda kimdir rag'batlantiradi, kutib. Agar kutmasan o'zing, sendan harakat qilishing kerak, sen o'zing degan narsani biz eshitganmizmi? Yo'q, eshitmaganmiz. O'shaning uchun bu narsalar u ildizidan shunaqa ketilganki, o'zi tepadan shunaqa yaralganmiz-da. Lekin mana shu o'rinda men o'zimni bitta naqamma situatsiyam bo'yicha mana savol beray. U balkim bu menga o'xshagan biznes bilan shug'ullanadigan lider ayollarga ham bu qiziq. Men hech kimdan hech narsa kutmayman-da. Men siz aytib o'tgansiz, balki shundan men buzib ketganman o'shanda anaqani, o'zimni chegaramni buzganman. Men hech kimdan, adamdan ham hech narsa kutmaganman. Menga misol kimdir aytadi, adamdan nimadir qolgan, to'g'ri, men adam состоятельный inson bo'lganlari bilan menga hech narsa misol uchun yo'q. Men nima adam menga qilib berish kerak? Turmush o'rtog'im aytganlar, men adin hech narsa qilib bermasin, senga sarpadaj va bunaqa narsa. Keyinchalik ham meni klinika qilgan bo'lsam, turmush o'rtog'imdan hech narsa kutmayman-da. Chunki sizdan uстановка shunaqa bo'lib shakllangan. Mana har bitta uyda o'zini fundamenti bo'ladi. Fundament biza o'sha 17, 18, 19 yoshda qo'yilayotgan o'y fikrlarimiz bizning fundament hisoblanadi. O'sha fundament sizni qanaqa mustahkam bo'lsa, bo'ldi, sizning uyingiz, imoratingiz chiroyli chiqadi. Bu narsaga siz atrof muhitingizdan ko'rishingiz mumkin. O'sha paytda endi nima bo'lgan atrof muhitingizda? Onamdan olganman. O'sha narsadan почему nimaga deb shunaqa ayollar, lekin aksariyat bizning o'zbek millatida 80-90% suyanib yashashga o'rgan. Boya ham aytdim, tsepочка-da, bu o'zi bu dunyo tizimli yaratilgan. Ya'ni kim Allohim erkaklar masalan tepadan energiya oladi, ayollar masalan yerdan energiya oladi har doim. O'shaning uchun kiyinsa, yasansa, o'ziga qarasa, o'shaning uchun reaksiyasi o'ziga nisbatan boshqacha bo'ladi-da, energiyaga to'ladi. Hattoki bozorga borsa, shopping qilsa ayollar anaqa bo'lib ketadi-da. Bu o'sha aytganingiz biz ko'proq erkaklar pul topsa energiyaga kirsa, ayollar pul sarflasa energiyaga kiradi-da. Shunaqa. Endi bu tizimli bir yuqoridan energiya olgan shaxs o'zidan keyingi shaxsga chidavach qilish kerak energiyani. Endi ikkita shaxs o'rtasida qanaqa qilib energiya taqsimlanishi endi ikkalasini осознанияsiga, shu miyasiga, ongining rivojiga bog'liq. Ana o'sha yerda dars ketishlar, bir-birini осознанияsi to'g'ri o'shanda уже munosabatlar buziladi-da. O'sha energiya berishda-da hamma gap. Men hozir syomkaga olayotgan bolalarimizga aytdim, bizani to'xtatishga harakat qilmanglar. Biz 2 soat ham, 3 soat ham to'xtamay gapirishimiz mumkin dedim, chunki hozir hali bitta temani razbor qilib bo'lmasmiz.
hammamizdan ko'ra masalan bu keng, chunki meni kuzatayotgan auditoriyam nafaqat meni shifokorligim uchun kuzatishadi, chunki mendan juda ham ko'p aytishadi, bu sizni ko'rsam maza qilaman, sizni ko'rsam energiya olaman, chunki o'zi haqiqatda ham mana hozir tibbiyotda ham bu narsa bor. Misol shifokor yoniga kelib, agar bitta so'zingiz bilan bo'ldi yaxshi bo'lib ketishi mumkin o'zini. Bo'ldi. Bir sizni ko'raman desa, ko'rsam, siz yaxshisansiz yaxshi bo'laman deyshadi-da. Shuning uchun men hozir bu nega o'zi podkastlarimni nega bu podkastlarim qilayotganim, misol men o'zimga o'xshagan insonlarni mana shu podkastda olib chiqayki, misol sizlar ko'pincha men ahamiyat berib sizga necha marta aytsam, davay qiling desam, ishingiz ko'p. Biz o'zi aslida ish ko'p odamlar shunaqamiz, lekin men nimagadir shu energiyamni boshqalarga ham bo'lishini men aytdim, yorib chiqaman-da, har doim birinchilardan bo'lib yorib chiqim keladi. Mana shu podkastlarni qilayotganimni asl maqsadim shu-da. Mana kecha ham podkast, mana bugun ham ertaga ham podkastim bor. Men misol sizdagi energiyani o'zim ko'rganim uchun mana shu energiyani boshqa meni auditoriyam, hattoki hozir borgan sari kengayadi bu auditoriya YouTube'da qancha, ularga ham beraylikki, ayollar uyda o'tirib har doim sizni qabulingizga yoki meni qabulimga kelish imkoniyati yo'q insonlar bor. O'shalar hattoki shu prosta efirlarni ko'rib, podkastlarni ko'rib, bizdan energiyani olsin, to'g'ri yo'nalishga anaqa bo'lsin. Men sizni yana bitta qo'llab-quvvatlaydigan tomoni nima uchun aynan sizni tanlaganim, siz menga aytgansizda, mana turmush o'rtoq bilan munosabatlar deb so'raganimda, har doim erkak kishida mana shu gapingizga juda ham qo'shilaman, bu din jihatdan ham juda ham to'g'ri. Chunki Qur'onda o'zi hamma narsa, yerni umuman hayotda naqasi Qur'onda turibdi. Siz aytgansiz, erkak kishi ustun. Mana hozir ham aytib o'tib ketdingiz, biz uni qovurg'asidan yaratilgan, lekin ko'pchilik psixologlar yoki psixokinetiklarning men podkastlarini eshitaman, ko'rsam, unga bog'lashmaydi. Yo'q, ayol o'zi men bo'lishim kerak, gap bor-ku, o'zi nimaga kerak? Tipa shunaqa ritmda-da ularning yo'nalishi. Lekin men mana shu gapingizga juda ham qo'llab-quvvatlab, mana Almir Saidovada ham shunaqa bo'lgan. Gaplashgan, juda hurmat qilgan joyim ular shunaqa. Erkak kishi хотя бы agar mana ba'zi ayol noto'g'ri qiladi deyiladi. Erkak kishi хотя бы energiya berib turadi senga deyiladi. Chunki hamma o'zidan kelib chiqib gapiradi. Aslida nima desam ekan, qarang, men shaxsan o'zimda men настолько nimaga ega bo'lmayman, lekin meni yonimda meni yaxshi ko'radigan turmush o'rtoq bo'lmasa, xo'sh men знаменитый bo'lmay, lekin men o'sha narsadan to'yinmayman-da. O'sha narsa qanaqa desam, hazm bo'lmaydi menga. Shu narsa deb bilaman-da. Bu samatsinka, qanaqa samatsinka, sog'lom samatsinka bo'lishi kerak-da. Chunki masalan siz, men shaxsan o'zim 23 yoshda turmush qurgan bo'lsam, 23 yoshgacha ham u insonni bilmagansiz, lekin yashagan-ku odamlar. Yashagan-ku ayollar 19 da kim turmushga chiqadi, kim 20 da, kim 24 da, kim 30 da. Endi bu taqdiri azal. Endi o'sha paytgacha ham yashagan-ku, o'zini o'zi oyoqqa qo'ya olgan. Nima uchun ikkinchi shaxs unga qanaqadir keyin turmush qurgandan keyin unga o'zini bog'lab ketishi kerak, ya'ni talab qilishini tartibini aytibman. U siz mana aytganingizdek tatimaydi, nimadir kunlaringiz, yaxshi kunlaringiz shu ma'noda. U bilan yaxshi, o'zim bilan yaxshi, u bilan yana ham yaxshi degan narsani qo'yish kerak-da. O'zidan vyше ham qo'yish kerak emas. O'sha nikohi logosida ham bilsangiz ikkita uzukda mana shunaqa logo bor-da, bir-biriga kirib turadi. Bu mustahkam emas, sababiki nima desam ekan, oltin o'rtalik bor bu yerda. Hech kim shaxsiy chegarasini buzolmaydi degan narsa bor-da. Bu azaldan endi kim qanaqa analiz qiladi bu narsani, men shunaqa analiz qilaman. Oltin o'rtalik, masalan, to'g'ri muammolarimizga yordam berisha oladi, pul jihatdan, materialni, moralni-da. Lekin o'zingiz shaxs sifatida qilishingiz mumkin, qilishingiz shart bo'lgan ishlar bor, siz o'rningizga qila olmaydi u narsani hech kim. Endi mana bu aynan mana shu vaziyatda mana to'g'ri olib boramiz. Mana ko'pchilik patsientlarimda ham hattoki kelishadi. Yo'q, nega endi talab qo'yishadi? Yo'q, nega u turmush o'rtoq qilishini talab qiladi? Aynan mana shu keyingi savollarimda bor edi, bu endi aralashib ketadi hammasi. Yo'q, xafa, eridan xafa, nega u qilmadi? U mamnaq qildi. Shuni natijasida miomasi bor, shuni natijasida kistasi bor, shuni natijasida jinsiy kasalliklarida umuman yechim yo'q. Keladi, выделение bor, lechение qilasiz, uni miya mana shu narsa, abidlar bor, endi kechirmaslik, nafratlar bor, yaxshilanmaydi holati. Shartli-da. Qachonki shartlilik bizani har doim orqaga tortadi. Ya'ni aynan uni juftini emas yoki erkagini emas, aynan ayol kishi o'ziga zarar qiladi. Siz qanaqadir bosim ostida undan nimadir kutayotgan vaqtingizda u umuman bessознательно yurishi mumkin, qayerdadir uchib, saqizda haqiqatan ham o'ylamaslik, chunki balans qonuni degan narsa bor. Qancha ko'p bersangiz, shuncha kam olasiz-da.
80% kirib ketsangiz o'sha turmush o'rtoq tam o'sha muammongizda dajaki boya farzand bo'lmayapti o'g'il ko'rishim kerak degan narsalar bo'lsa agar nima deydi o'sha narsani o'ylayversa и u narsani o'ylamasligini tortib oladida qanaqa desam ekan bo'ldi уже qo'l siltanib o'ylamasligim kerak degan narsani o'ziga o'zi tortadida shunaqa qilib man shu narsani chalg'imaymiz. da biza ko'rmadikda naushnikni o'yladik bizaga deb o'shaning uchun man aytmoqchi bo'lganim o'ylash kerak emas. Endi mana o'sha yana bitta mavzuyim yuzasidan chuqurroq yana qo'shib ketay qanaqa qilib savol tug'ruqqa qanaqa qilib o'ylamaysan o'ylaysan deyish mumkin. O'sha o'ylamaslikni o'rganish kerak. O'ylasangiz ham sizga nima kerak bo'lsa o'shani o'rganishingiz kerak. Endi u uchun aynan sizniki mutaxassislik kerakki, shu narsani o'ylamaslik har qatda inson bitta o'zi qila olmaydi. Yordam misol uchun mana uy remont qilish kerak, lekin o'zi aslida o'ylab qarasangiz, materialni bersa surib qo'yish mumkin, lekin uni mutaxassisi qilishi degan narsa bor. Uy, masalan, uy jihozlash degan narsada bo'ladi-ku, chunki ko'zingiz ko'radi-da, ko'zingiz ko'rgan narsa tegadi har bitta odamga. Ilk mashinangizda qanaqadir o'zgarish qilishingiz kerak, ilk kiyimingiz podsoznaniyadagi narsani biza ko'rmaydi odamlar, u xoh erkak kishi bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin, podsoznaniya o'sha bessознательный narsalar bizaga mavhum. O'sha narsaga kirishga qo'rqadiki, sababi ilmi yo'q. O'shaning uchun mutaxassis bilan kirgani bu narsaga o'ziga katta plyus olib kelishi Yo'q, aynan. Endi kimdir mana turmush o'rtog'i hatto ketdim-ku, ular o'zi psixolog bo'ladi erkaklarda. Qaysidir agar omadi kelib yaxshi turmush o'rtog'i uchragan bo'lsa, uni o'zi chiqazaveradi o'zi ayollarni. Misol uchun mana послеродовая depressiyalardan, например, turmush o'rtog'i podдержкасы bilan chiqib ketadigan ayollar bor. Ular tug'mada o'sha. Da, ular tug'ma. Lekin shunaqa ayollar bor, eri battar, misol uchun abyuzer erkaklar bor, narsist erkaklar bor, battar uni tushkunligiga tushirib tashlaydi-da. Borgan sari o'sha mana menda patsientlarim послеродовая depressiya bilan qanchalar, lekin ularni ham shunday qarayman bo'ldi. Buni eri qanaqaligini o'sha erini ko'rmayman. Gaplashgan o'zida eri qanaqaligini bilib olsak bo'ladi. Chunki ular u erini gapirmaydi, uni erini yomonlamaydi, lekin bittada erini qanaqa insonligini bilib olish mumkin. Chunki ular tavakkalchi bo'ladi-da, asosan. Bizani fanda ham qanaqa qilasiz? O'sha ishonib qo'yaverasiz. Tushundingiz? Uni anaqasi yo'q. Qanaqadir natijaga osilish yoki kutish, bo'ldi kutsang bo'ladi degan narsa yo'q, prosta ishonib qo'yaver. Bu hayot qonuni ham shu. Tabiiy yashab o'tasiz. Agar siz qo'rquvlaringizni oldindan bilasiz, inson ichida qo'rquvni biladi. Siz hali kelmagansiz u qo'rquvingizga. Deylik, agar siz qo'rquvingizga siz bormasangiz, qo'rquvingiz sizga keladi albatta. Chunki bu sizda bor. Sizga kelyaptimi bu narsa, demak bor. Bu shu o'rinda esimda menga gapirib berganingiz, hozir demak, qo'rquv esingizdan siz shuni oqibati nima bo'ladi? Bitta vaziyat bo'yicha siz bilan gaplashgan, yo'q, oqibati. Xo'p, nima bo'ladi? Mashnaqa bo'ladi. Yo'q, xo'p, shundan keyin nima bo'ladi? O'shani meni yashab o'tishga olib kelgansiz. Oqibatiga rozi bo'lishingiz kerak degansiz. Men aytdim, har bitta so'zingizda ma'no ko'rganman-da. Aytganman, siz bilan podkast 1 yil oldin qilmoqchi bo'lganmiz. O'zi aslida ikkalamiz ham vaqtimiz bo'lmay qila olmay qoldik. Oqibatiga mana bu ko'pchilikning yechimi. Ko'pchilik demak, ayollarimizga meni maslahatim, mana bu sizni menga bergan anaqa texnikangiz bo'lishaman bular bilan. Oqibatiga rozi bo'lish degan texnika bor. Siz bitta vaziyatdan qo'rqyapsiz. Misol uchun mana ko'pchilik hattoki farzandli bo'lish bilan ham bog'liq. Hozir men bitta misol ham keltirib o'taman. O'zim tanishimda shunaqa holat bor. Oqibatiga rozi bo'lish degani oldin o'shani xayolingizda yashab o'ting deganingiz. Sizdan siz shunaqa texnikangiz bor, hattoki meni bemorlarim bilan ham ishlaysiz. Mana shu vaziyatda yashab o'tasiz. Agar ongingizda yashab o'tmasangiz, hayotingizda yashab o'tishingiz kerak shu narsani deb aytgan edingiz-da. Aynan boyagi savolim bo'yicha, demak, biz hali uni to'liq razbor qilmadik. Demak, bepushtlik. Yo'q, hamma analiz yaxshi chiqyapti. Nega unda anaqa bo'lyapti? Homilador bo'la olmayapti. Uni sizga yubordim. Mana bir nechta bemorlarim bilan ishlab berdingiz. Nimalar shularga sabab bo'ladi? Nima sababdan ularda psixologik mana shunaqa faktor yuzaga kelyapti? Qatdan unda paydo bo'lib qoldi bemorda bu? Birinchi bo'lib o'zini tanlay olmaslikda, o'zini o'shanaqa vaziyatga o'zini loyiq deb bilishda. Hozir qo'rquv bo'ladi. Deylik, masalan, boya aytyapsiz, 3 ta qizdan keyin bitta o'g'il xohlaydi. Bor, jo'natgan patsientlaringiz ichida ham. Nima uchun qo'rqadi odam? 3 ta qizni dunyoga keltira olgan ayol nima uchun o'g'ilni ham dunyoga keltira olmayman deb qo'rqadi? Bu nahotki bu yer yuzidagi qonunga bog'liq deb o'ylashida, bu birinchidan ilmiy pastligida.
o'zini ustida ishlamasligida. Kitob o'qisa ham, даже masalan 5 vaqt namozini o'qib, farzlarni ado qilsa ham, ichidagi qo'rquvni tozalamas ekan, ichidagi o'zini bloklaridan xoli bo'lmas ekan, bu narsani boya aytganimizdek tabiiy yashab o'tadi. Bloklarni tozalash uchun nima qilish kerak? Bloklarni tozalash uchun Menga uni murojaat qilish kerak-da. Da, именно o'zini o'sha qo'rquvlarini raspakovka qilish kerak. Masalan, sizga dostavka keladi, siz zakaz qilgansiz, rasmda ko'rasiz, bilasiz qanaqaligini. Tasavvuringiz bor, tasavvurda keyin kelasiz, ochib qarasangiz, siz tasavvuringizdek emas bo'lib chiqadi. Ayrimlari bo'lishi mumkin. Ba'zilari siz tasavvur qilmaganingizdan a'lo bo'ladi-da. O'shaning uchun mavhum. Uni raspakovka mutaxassis bilan, aynan mutaxassis bilan mana shu o'rinda mana endi bular aytolmaydilar, mutaxassis. Men sizlarga maslahatim, hattoki o'zim mana shuncha yillik 15 yil o'qiganman, bilasizlar, 15 yil institutda o'qigan. Mendek inson kam deyman-da, 15 yil ham institutda o'qiydimi insonda. Siz ham qancha yillar, shuning uchun ham sizni tanladim-da. Men har doim aytaman podkastlarimda ilm insonlarini chaqira olaman. Ilm insonlari nega? Chunki o'sha chuqur ilm ichidan, не то что 4 yil o'qigan, hamma o'qimagan insonlar ham atrofimda, ularni ham juda ham hurmat qilaman, lekin men bu ilmni ustida ishlaygan odamlarga boshqacha qarashlarimda, chunki ular bekorga shuncha umrini, nechadir soatini kitoblarga bag'ishlamaganda. Shu joyda bitta narsa aytib ketay, masalan, ko'plar o'ylaydi, bo'ladi yo'qotish bo'lmaydi yoki bo'ladi qanaqadir krizis bo'lmaydi, bo'ladi o'zini ustida ishlamaslik uchun qanaqadir to'siqlar bo'lmaydi deb o'ylashligi mumkin-da, oson. Manda deb mana shunaqa ilm ustida izlangan energiya ko'rib havas qiladigan ayollarida demoqchimanda, bu bilan o'zinglarni tushkunlikka tushirmanglar. Bizda ham o'ziga yarasha to'siqlar bo'ladi, shu o'qishga kelishimizga ham, или shu urovingga chiqishimizda ham. Bizda lekin o'sha Allohim aytganki, xohlatmasam xohlamaysan. Даже sizni ichingizda shu xohish bormi, siz shunga qachondir albatta yetasiz. O'sha ichingizda yonib turgan uchqun, bu degani birovni hurmatsiz qilgan holda men qilishim kerak, senlar kimsan degan holda buni men hech qachon aytmayman. O'sha narsaga yo'l topib, albatta kompromiss qilib. Даже mana shu joyga kelishimiz uchun ham hozir probkalarda to'xtadik, qizil svetofor bor, qoidalarga rioya qilgan holda kelasiz. Shamollashing. Shamollashlardan ham baryerlarni to'sib, men ertalab jo'natyapman, голосовой men bilmayman bu ovoz bilan qanaqa hali ham ochilib qoldi. Lekin mana to'siq bo'ladi, to'xtaysiz. Maqsad qo'ydingiz. Kechikamiz, kelasiz, lekin albatta kelasiz. Bu degani erni hurmatsiz qilib yoki qaynona hurmatsiz qilib, men aytmayman, hammaga to'g'ri yo'q, samatsan keyin oshirsan o'zing idealsan, yo'q, ideal odam o'zi yo'q. Lekin siz uyda o'tirib ham o'sha maqsadingizga erishsangiz bo'ladi. Eng главныйsi ko'rishda emas, qilishda. O'sha narsani eshityapsiz, ko'ryapsiz. Biz ham o'zimiz shunaqa bo'lganmiz, sekin-sekin etapdan keladi. Hech kim o'zidan o'zi bo'lmaydi-da. Aytayman, har doim mutaxassis bilan mana raspakovka deyotganlarini tushunib o'tgan bo'lsangiz kerak. Raspakovka o'zingizni muammoyingizni oching. Siz qo'rquv, o'sha muammoni ochishdan qo'rqasiz. Aslida, voy to'xta, homilador bo'la olmayapman, hozir o'shani ochishdan qo'rqishadi-da. Birinchi muammo siz ochib olsangiz, uni ichida kichkinagina muammo ochayotgan bo'lishi mumkin, uni ikkita suhbat bilan yechib ketishi mumkin. Lekin shu uni ichida o'zingiz kutgandan ham, даже hattoki mutaxassis kutgandan ham katta narsalar bo'lishi mumkin. U bilan hattoki yillab ishlash kerak bo'lishi mumkin. Lekin qachonki o'sha yillab shu muammoni ustida ishlamas ekansiz, uni yechimiga bora olmaysiz. Men chunki bular qo'rqishi ham mumkin, yillab deb o'ylaydi. Chunki yillab yig'ilgan bu narsa. Necha yillab yig'ilgan, yillab yig'ilgan. Xiyonat temasi ham bor. Buning ichida o'sha bepushtlikning sababi ham shunga taqaladi. Qo'rquv bo'ladi, farzandli bo'lgandan keyin tashab ketsa-chi, o'zimga qolib ketsa-chi, yurib ketsa-chi degan muammolar. Chunki bor-da. Yeri ham bo'ladi. Tajribada bor-da. Bu narsa kelgan patsientlardan bilaman, chiqadi. Shunaqa klientlar keladi, o'ziga ishongan puli ham bor, mo'rada, lekin qatga qo'lincha ursa yetadi, lekin nima desam ekan, men o'ylamasdim shu menda shuncha blok bor deb o'ylaydi-da. U masalan boylik bu vaqtinchalikki, qachonki siz o'sha urovingga yetganingizdan keyin u to'xtaydi. Siz dal yana o'zingiz ustingizda ishlashingizga to'g'ri keladi-da. Shunaqa, demak, hurmatli kuzatuvchilar, men sizlarga shuni yana bir marta ta'kidlab o'tamanki, qachonki siz o'zingiz bloklaringiz bilan ishlamas ekansiz, u yopilgan turadi. Prичем uni undan ham ko'proq vaqt bilan ishlashga to'g'ri keladi. O'shaning uchun qancha vaqtli bo'lsa, muammoni yechimini qancha vaqtli boshlasangiz, shunchalik vaqtli naqasi natijasini ko'rasiz. Aynan mana qiz bo'lish masalasida-chi, mana endi ko'pincha 3 ta o'g'lim bor, 4-chisini qiz tug'ay deb kelmaydi negadir. Endi bilasiz, o'g'il bizda qanaqadir
qadrlanadi aytganingizdek mentalitetimiz anaqasi. Вот lekin 3 ta qizim bor, 2 ta qizim bor, 4 ta qizim bor. O'g'il tug'ishim kerak. Menga o'g'ilga hisoblab bering. O'g'ilga hisoblaysizmi? Bir kunda 6-7 ta shunaqa zaпрос tushadi menga-da. Nega aynan mana qiz bo'ldi 3 ta, keyingisi ham qiz bo'ladi. Nega? Nima bilan bog'laysiz buni? Endi bizada bitta o'sha aytganingizdek Sabablar endi aynan bitta savol emas. eshitasiz, chunki bizada o'g'il bola merosxo'r sifatida tan olingan. Shu Osiyo mintaqasida aytaylik, qiz bola tug'ilsa o'zimga o'xshab qiynalmasin deganlar bo'ladi. Masalan, kelin bo'lib tushadi, shunaqa uстановкалар bilan bor ayollar. Biron xizmatini qiladimi, undan ko'ra o'g'il bola bo'lsa, yonimda yuradi. Shu men erimdan ko'rmagan yoki tam orzu-havasim o'g'limdan ko'raman degan uстановкалар ham bor. Endi mana shu narsani ko'pchilik mana bemorlar bilan gaplashganda shunaqa men misol uchun mana shunaqa bo'lgandir deb aytishdi deydi, misol sizga yuborgan. Men aytaman, lekin men unaqa o'ylamayman. Bilasizmi, uni o'ylamaydi, qachondir o'ylab o'tib ketgan bo'ladi, ong ostida qolib ketgan bo'ladi shunaqa. Masalan, bo'lishi mumkin, deylik, sizdan vaqtli turmushga chiqqan kursdoshingiz yoki tam qo'shningiz, yaqin o'rtog'ingiz, siz hali turmushga chiqmasingizdan oldin u qiynalganda, u qiz tug'gani uchun unda qanaqadir og'riqlar kechgan yoki bo'lmasam ezg'ilishlar bo'lgan oilasida, shunaqa даже kliplar, seriallarda ham bu narsa namoyon-ku. Deylik, hozir mana qizlarimiz bizani o'zbek seriallarini ko'rsa, mana shu qiz tug'ding, nima kerak, bor ketdik. Ularda uстановка bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Xuddi shunaqa qilib uстановка bo'lib, demakki, o'g'il tug'sa unaqa ekan, qiz tug'sa bunaqa ekan degan narsalar kelib chiqadi-da. Endi unida bitta podkast o'zida yetkazib bera olmaymiz. Uni har qayerda sizni har bitta bemor bilan men o'ylaymanki, individual yondashib, bu mutaxassisimiz mana nechtalab menga rezultatlar qilib berganlar. Har bitta insonni muammosi individual, har bitta insonni bloki individual. O'sha har bitta odamni aytganlaridek raspakovka qilgandagina uni sababi aniqlanadi. U siz bilan suhbatlashganda, hattoki soatlab gaplashib o'tirasiz. Men yonimda mana onlayn strecham bor. Sizda ham bor-ku, masalan, ichki organizm bilan ishlaysiz, siz uni UZI o'sha apparati orqali ko'ra olasizda. Bizda u kelib, gapirib, uni emotsiyasidan blok nima shu yerda aytib ketdik. Blok bu har bitta o'sha kimnidir ko'rasiz, havas qilasiz, sizda bu narsaga aksari fikr uyg'onadi-da. Siz o'zingizda yo'q, mumkin emas degan narsani qoldirasiz. Har bitta maqsadingiz, orzungiz, yetishmoqchi bo'lgan narsangizga o'zingiz to'sqin qilasiz. Chunki o'sha ko'rayotgan odamingizni o'zingizdan vishi qo'yganingiz uchun. Bu insonlarga tegishli. Endi muammolarda bo'lsa, qanaqadir hayotingizga muammo kelib qoldi, tushib qolish puldan yoki bo'lmasam pulsizlik kelib qoldi, qarzdorlik kelib qoldi, to'g'rimi? Sizga qarz beruvchini o'sha muammoni o'zingizdan yuqori qo'yib olganingiz uchun ham sizni muammo bosib qo'yadi. O'shaning uchun ham sizda shunaqa energiya, sizda bilim bo'lishi kerakki, siz o'sha narsani любым путем yorib olishingiz kerak. O'zingizni chiqib ketishingiz kerak. Demak, muammodan o'zingiz qabul qilish kerak. Men har doim aytaman, через принятие-da qabul qilish orqali hamma narsa bo'ldi, keldim, bo'ldi u narsa. Unga переживать qilish, siqilish, ko'z yosh qilish, depressiyaga tushish shart emas. U bo'ldi уже, bo'ldi, keldi, imtihon bu, sinov, bu vazifa. Juda ham yoqqan menga. Mana imtihonga kiramiz, institut o'qigan bilamiz. DTM или tam undan keyingi imtihon oldingizga varoq tashiydi, siz o'zingizni bilimingizga yarasha yechasiz, necha bahosiz chiqasiz. Xuddi shunaqa vazifa bu. Uni biza unga isterika qilsak, ko'z yosh qilsak, bu уже isyon bo'lib qoladi Allohga. Shu narsani qabul qilmayman, tipa men yaxshiman sendan, nega sen menga buni berding? U chevar, u zot biladi kimga qanaqa, qachon, qaysi vaziyatni, qaysi urovingda berishni. Yana bitta narsa eslatib o'taman, qancha inson o'zining ustida ishlagan sari o'sishni boshlaydi va ana o'sishdan keyin aynan shunga yarasha yana vazifalar keladi-da. Undan ham kuchlirog'i keladi. Shunaqa, undan kuchlisi. Undan kuchlisini yengasiz, siz yana ham kuchli bo'lasiz birinchidan va yana ham kattaroq yutuqliga erishasiz. Men shunaqa o'ylayman. Va bizning fikrimiz har doim bitta joydan chiqqan. Chunki biz o'sha bitta fikrlaydigan, bitta valnaga tushib olgan insonlarmiz. Chunki bitta valnani odam bo'lmaganimizda, yillar davomida biz o'sha qancha bo'ldi? 10 yildan oshibdi biz bir-birimizni taniganimizga. Shundan beri munosabatdamiz. Endi yana bitta savolim sizga men o'zimni qiziqtiradi. DNK ko'pchilik psixogenetikalar hozir shu haqida gapirishmoqda. DNKga qanaqa qaraysiz, sizni fikringiz? Bu endi biologiya
terminologiyasi hisoblanadi, ya'ni dibonuklein kislota. Har bitta organizmda, endi men nazarik jihatdan gapirmayman, tabiiy o'zim tushunganim bo'yicha sizlarga tushuntirib oson bo'lish uchun gapiraman. Ya'ni dibonuklein kislota bor, ribonuklein kislota bor. Ya'ni DNK nima uchun bizga ta'sir qiladi? Chunki qanaqa nihol ekilsa, o'shanaqa meva beradi. Ya'ni kim sizni urug'ingiz, o'sha sizdan avvalgi ajdodlaringiz sizga qanaqa narsa beryapti, ya'ni чередовать qilyapti, ya'ni kim yetkazib beryapti. Deylik, qaysidir bir qizni onasi ajrim yoqasida bo'lsa, bu kurashsa, chidasa, bo'ldi, pakoy qanaqadir yashasa, bu unga berilgan vazifani to'g'ri yecha olmagan bo'lsa, ona albatta qizining hayotida ajrim bo'ladi. Sababiki bu vazifani yechib bera olmadimi? Bilamiz, shajara degan narsa bor. Undan keyingisi, или там o'g'irlik yoki bo'lmasa bepushtlik, boya aytganingizdan keyin yoki o'g'il ustun qo'yish, bu hammasi genetik travma-da bolaga. Bola chunki har bittamiz bola bu oq qog'ozimiz, o'sha oilada o'sha o'zimizga o'zimiz yozib boramiz. Aynan birinchi oiladagi narsa yoziladi. Keyin o'sha maktab, keyin o'sha universitet, keyin universitet o'qimasa atrof muhit, o'rtoqlar, shu narsa nima uchun, ya'ni erkak kishi ham atrofidagi do'stiga tortib ketaveradi, chem ayolidan ko'ra, chunki unda nima desam ekan, uni genetikasiga совпадение qilishi mumkin bo'lgan narsalar bor-da, ya'ni jini-jiniga to'g'ri keladi deydi-ku. Yulduz-yulduziga to'g'ri keladi yoki energiyasiga to'g'ri keladi. Endi bu 3 ta pozitsiya deydi. Yomon yo'lga kiradiganlar jini-jiniga to'g'ri keladi deydi-da. Masalan, agar endi lider bo'lsa, boshqa bo'lsa, energiyasi bitta deydi, shunaqa deyiladi. Ilmiy tilda o'shaning DNK o'zi aslida informatsiyani nimada saqlab tashuvchi. DNK bizani tibbiyotda ham o'zi shunaqa DNK informatsiyani tashuvchi, lekin men uni qanaqadir nima deydi, xarakterlarni yoki aytganingiz travmalarni tashishida to'g'risi menda unaqa ilmiy ma'lumot yo'q-da buni. Oddiy masalan tana sifatida ham tashib berganini o'zida ko'rishimiz mumkinki, qosh, ko'z, qo'l, ya'ni govda ota-onaga o'xshaydi, yoki dodaga o'xshaydi. Или babashkasiga o'xshaydi-da. Masalan, meni qizim meni onamni onalariga o'xshaydi-da, men Dilbar. Sinimga o'xshaydi. Hech kim uni o'xshasa meni qizim demaydi-da uni. Meni onam tarafdagi shunaqa, ko'plar shunaqa deyshadi. Demak, nasldan nasl, irsiyat bor, irsiy kasalliklar bor. Endi bu tema katta tema albatta. Shu oqimlarni bittasi psixogenetika, ya'ni psixikangda ham o'sha genetik dasturlaring bor degan narsani beradi bu narsa. Psixikangda, ya'ni oddiy dehqoncha tushuntirsam, psixikangga ham qaragin, unda ham genetik travmalaring bo'lishi mumkin. Bu faqat seni darslaring yo seni vazifang emas, balki seni ota-onangning ham vazifasini sen yashab tugatmoqchidursan. Balki ularni ham sinovi senda berilayotgan bo'lishi mumkin. Qani sen bir o'zingga kirib ko'r, og'riqlaringga, ya'ni o'sha detalni kirib ko'r, senda qani nima chiqadi, nima topasan? O'zingnikini topasanmi yo sendan oldingilarnikini topasanmi? Shu narsa ahamiyatliroq. Ana, men hali siz bilan ishlashim kerak bo'lgan ancha joylar bor ekan. Chunki men u yoqlargacha o'tmaganman. Bular bilan har doim biz endi tez-tez ko'rishib vaqti bizda har doim problema bo'lib qoladi. Demak, tushunishim bo'yicha sizni hozirgi holatda, demak, DNK oldingi avlodlardagi anaqalar travmalar ham bizga o'tadi deb aytdingiz. Endi keyingi bitta xuddi shu yo'nalishda savolim, kimdirlar qaysidir psixologlar, psixogenetiklarda endi ko'p kuzataman-ku. Uzr so'rash o'tib ketgan ota bobolaridan mana shu anaqalar uchun uzr so'ratishar ekanmi? Men sizni kechirdim, nimadir qanaqa kechirishlar, ularga qanaqa qaraysiz? Bo'ldi, u demak o'tar ekan, u o'sha o'tib ketgan sizni xatoyingiz uchun uzr so'rayman, shunaqa narsalar kerakmi? Men kerak emas deb o'ylayman. Men hech qachon buni qo'llamaganman ham. Eshitganman mana bu narsani, qo'llamayman, tavsiya ham qilmayman. Chunki agar ular o'tmishdagi narsani ularni prarabotka qilish hisoblanadi-da. Bu biz o'tmishdagi qaysiki narsa sizga tegishli narsani prarabotka qilish kerak, ya'ni qayta ishlash kerak. Masalan, hozir oddiy gapimiz ham bor-ku, ko'chada yursa oddiy xalq tilida bilganim deydi, shu aqlim o'sha paytda bo'lgan deydi, bu narsani qilmasdim degan narsa bor-ku, to'g'rimi hammada? Bu degani o'sha paytda bo'lganda meni holatim, men bu xatolikni qilmasdim
Bu gap faqatgina minus narsaga ishlatiladi. Bu gap aslida bundoq qarasangiz, chunki odam o'sganini his qilgandan keyin aytiladigan gapda bu narsa. Taniganidan keyin, insonlarni bilganidan keyin ishlatilgan gap aslida. Lekin biza men bu narsaga qarshiman desam ham bo'ladi. Nima uchun? Inson qachon kechirim so'ra oladi, qachonki haqiqatdan ham o'zini o'sha paytda aybdor deb bilsa, o'zi tan olsa. Chunki o'zi tan olmaguncha uni kechirtirishni foydasi yo'q-da. Bor kechirim so'ra. Oddiy tirik turgan odamlardan ham kechirim so'ratishadi-ku. Bor kechirim so'rabki, aytam kelin bilan kuyov urushib qolsa, er-xotin urushib qolsa, borib qaynonasidan kechirim so'rash kerak, ketib qolgani uchun. Bor-ku shunaqa narsa, to'g'rimi? Nima uchun degan savol tug'iladi-da. Hurmatsiz qilgani uchunmi yo kelisha olmagani uchunmi? Vaqti keladi, o'sha kelin kechirim so'ramay kelsa ham, qaysidir holatda o'zi asosni kechirim so'rashi boshqa narsa, kimdir majburlatib kechirim so'radi, bu boshqa narsa. Endi o'tib ketgan insonlardan kechirim so'rash bu noto'g'ri narsa deb bilaman. Ularni kechirishchi, men siz o'sha qilgan xatoyingiz uchun misolchan, endi buni qo'pol unaqa yengil tabiat buvisi bo'lgan bo'lsa, bu hayotda yengil tabiat o'sha misol uchun pokoleniya bo'lmasligi uchun uzr so'ratish bor ekan bunaqa. Yo'q, men bu narsani oqlamayman. Sababi boya eshitganman ko'p. Yengil yaratishda bu. Oddiy so'z bilan aytganda, yengil yaratish, nima qilib tortish, o'ziga jalb qilish. Texnika hech qanaqa ishlamaydi. Texnika ishlamaydi. Ishlasa ham qanaqadir uzoqqa bormaydi deb o'ylayman. Chunki boya aytganimdek, barmoq izlari har xil. U xoh erkak kishi bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin. Biz erkak ayol faqat tanada farqlimiz, lekin ruhiyatimiz bir xil sevamiz. Bir xil yig'laymiz. Bir xil deylik, qo'pol qilib aytsa, organizmdagi impulslarimiz ham bir xil ishlaydi-da. Ichki organlarimiz bir xil, emotsiyamiz bir xil. Kuyib qolsangiz ham bir xil achiydi tana a'zoyingiz, to'g'rimi? O'shanaqa sifatida qarash kerak. Shuning uchun ham barmoq izlari har xil ekanki, u kimdir uchun siz hattoki masalan siz hozir o'g'lingiz uchun ham prarabotka qila olmaysiz. Unda faqat o'lgan insonni aytmasangiz, qizim uchun ham men detalli nimadir so'raymiz, lekin o'zi so'ragani u boshqa narsa. Siz u uchun qilib bera olmaysiz, siz uchun neyrografika chiza olmaysiz, mumkin emas. Shunaqa savol berishadi, masalan, erim ishi yurishmayapti, nima erim uchun, erim ish olmaydi, men chizsam yoki erim uchun prarabotka yo'q. O'zi neyrografika tushunmaganlar ham bor bu yerda, o'sha nima? Neyrografika bu, ya'ni ong ostida neyronlarimiz bor, qaysiki bizani butun yashashimizni 90% nimasini ta'minlashda, o'y fikrlarimizni, hayotga qarashimizni o'sha beruvchi o'sha neyrokletkalarimiz imенно o'sha so'riladigan har bitta o'y fikrimiz o'sha yerda yashaydi, u bolalaydi. O'sha yerdan o'y fikrlar, yaxshi fikrlar ham tug'iladi, yomon fikrlar ham tug'iladi. Boya aytganimdek, qanaqa urug' sepsangiz, neyronlaringizga shu urug'laringiz ko'payadi o'zidan va hayotingizda nomukammal bo'lgan, ya'ni siz ishlashingiz oson bo'lmagan narsalar paydo bo'lishi mumkin. Bizni yaratamiz. Ya'ni bizni nimaga yaratamiz? Bizani yaratgan zot bizga o'zini ruhidan puflagan. O'shaning uchun ham puflab tug'ildik biza ham shaxs sifatida nimadirlarni yaratamiz. Ko'p eshitamiz Instagramda, ommaviy axborot vositalarida taqdir, qaror degan narsalar bor-da. Taqdir shu kunda shu soatda sen farzandli bo'lasan, lekin unga qarash, u sani qaroring, qanaqa qarash sani qaroring, aynan qanaqa kiyintirish, nima bilan boqish. Endi taqdirli men aytaman, ba'zi bir odamlarda shunaqa narsa bor, mana ayniqsa turmush o'rtoqlari, yo'q, peshonamda bo'lsa, faqat shu unaqa befarzandli ekoga ayniqsa eko qilishimiz uchun, yo'q, eko qilmayman, bolali bo'lish peshonamda bo'lsa bo'lamandirkan. Xudoyim aytgan, san taqdir o'zgarishi mumkin, duolar bilan o'zgarishi mumkin taqdir. Va sen harakat qilmasang, sen harakat qilgin, sababini qilgin, men beraman deb qo'ygan Alloh. Qanaqa qilib u harakat qilmasa, eko
aynan u insonni davrida eko qilish chiqyapti-yu, to'g'rimi? Misol uchun o'sha 100 yil oldin tug'ilmadi-ku, 100 yil oldin eko qilinmagan paytda tug'ilganda ekoni imkoniyati yo'q, lekin hozir mana zamonlar rivojlanib, o'sha eko qilish haqida ham informatsiya unga boryapti-da. Bu narsa bunaqa deyman, o'sha davrda shunaqa narsa paydo bo'ladi va sen shu narsa orqali farzandli bo'lasan degan narsa. Ana mana shu dolzarb mavzularimizdan bittasi. Demak, hurmatli ba'zi bir kuzatuvchilarimiz kimdirlarda shunaqa xayol bo'lsa, mana sizlarga mana har doim qabulim kelganligiga aytaman, ularga tushuntiraman, lekin bu efirdan qanchalar bizning yonimizga kela olmaydigan insonlar kuzatadi. Sizlarga mana balkim shunaqa fikr kimdadir bo'lsa, eko qilish umuman taqdirda bo'lmasa, uni как будто Xudoyimni ixtiyoriga qarshi borish deb qabul qilayotganlar uchun mana psixogenetika anaqalari, chunki nega men bularning fikrlarini qo'llab-quvvatlayman har doim, chunki bularni har bitta gapirgan gaplari Qur'on asosida. Men hurmat qilgan joyim ham shu yerda, chunki men Qur'onni qachondir zablуждениеga borsam, men holat mana bunaqa ekan desam, men Qur'onda mana bunaqa yozilgan deyman. Qur'onda hamma narsa berib qo'yilgan, o'sha tayyor. U o'shaning uchun ham o'zgartirilmaydigan yagona kitob. Shuning uchun bular har doim o'shanga asoslangan faktorlar keltirganlar uchun mana aytibdilar mutaxassisimiz. Demak, yana bir marta shu vaqtda o'zida, shu zamonda, ya'ni kim senga shunaqa shans beriladi, u уже bitilganda, o'sha eko bilan farzandli bo'ldimi, ya'ni kim aytishi kerak, благодарить qilish kerak, что ya'ni kim shukronalik bilan bu vaziyatni qabul qilish kerak deb o'ylayman. Chunki yo'li ko'p. Hozir shunaqa biz zo'r zamonda yashayapmizki, hamma narsa muhayyoda biz uchun. Imkoniyatlar zamoni. Imkoniyatlar zamoni. Men alhamdulillah shukr qilaman shu davrga meni yashashim to'g'ri kelganiga, farzandlarim yashashi to'g'ri kelganiga ham. Endi shu imkoniyatdan foydalana bilishi va to'g'ri foydalana bilishi ham 5 ga qilish kerak-da. 5 bahogida. Qilib bo'lgandan keyin afsuslanish kerak emas. Уже bo'ldi bu narsa. U ham bitta уже yomon oqibatlarga olib keladi. Qildim, voy nega qildim, shuni qilmasam bo'lar ekan, bu ham bitta уже problemalarga olib keladi. Shunaqa. Endi ya'ni boya jumlani ta'kidlab o'tsam, sen shu davrda tug'ilishing va sendan bo'ladigan farzand xuddi shu yo'l bilan bo'lishi yozilgan. Mana shunaqa. Shuning uchun demak, eko bilan qilishingiz agar peshanangizga yozilgan bo'lsa, siz yo'q, men eko qilmayman, farzand o'zi beradi deb o'tirsangiz, men xuddi shu o'rinda bitta anekdot, endi shunaqa anekdotmi bu nima endi hozir aytasiz nimaligini, bitta vaziyatda men sizlarga aytib beraman. Men ko'pchilik patsientlarimga ham bu haqda gapiraman. Ya'ni Xudoyim imkoniyatlari haqida kema cho'kayotgan inson shuni ya'ni bitta inson juda ham taqvodor, 5 mahal namoz o'qib, Allohimga har doim ibodatda bo'lib yashaydigan inson va u inson yashayotgan qishloqqa shunaqa keladi, to'fon keladi, to'fonmidi, suv butun suv qoplab oladigan keladi va u inson o'tiradi uydan, qimirlamaydi. Hamma narsalarini ko'ch-ko'ronni ko'chirib boshqa joyga, boshqa qishloqga, suv kelmagan joyga ketayotgan paytda u inson o'tiradi. Qo'shnilar aytadi: nega ketmayapsan?" desa, tovonigacha kelgan paytda aytadi: "Yo'q, men Xudoyimga har doim toat ibodatda bo'lganman. Meni Xudoyim qutqaradi" deydi. U уже beligacha keladi, suv hamma ketyapti, yana qochgan bitta ikkitala kemada suzib, kemalar tayyorlashadi, keladi. "Voy, ketdik" deydi. "Nega yurmayapsan? Anaqa cho'kib bo'lasan" desa, "Yo'q, men har doim Allohimga toat ibodatda bo'lganman, Xudoyim meni qutqaradi." Уже bo'yniga kelganda tom ustiga chiqib o'tirar ekan, "Nega sen ketmaysan? Yur kemaga chiq" deb 3-chi kema kelar ekan. "Yur, ketamiz, olib ketamiz" desa, "Yo'q, men xuddi shu gap aytar ekan, Xudoyimga ibodatda bo'lganman, Xudoyim meni oxirgi daqiqalarda ham qutqarishiga ishonaman" der ekan va u cho'kib o'lar ekan. Va keyin narigi dunyoga borib, endi juda ham xunuk anaqa o'xshatishi shunaqa, lekin insonlarga yetkazib berish uchun aytilgan bu aslida. Allohdan xafa bo'lib o'tirar ekan. Xudoyim shunaqa savol berilar ekan: "Nega xafasan sen Allohdan?" deb farishtalar so'raganda, "Men shuncha toat ibodatda bo'ldim, Allohni hamma narxalarini qildim, gunoh qilmadim, o'g'rilik qilmadim, har doim to'g'ri bo'ldim, lekin Xudoyim meni hammani qutqardi, lekin meni qutqarmadi o'sha yerda, men cho'kib bo'ldim" deganda aytishar ekan, "Senga 3 marta kema yuborildi-yu, sen chiqmading" der ekan. Xuddi shunaqa men aytamanki, sizga o'sha eko amaliyoti ham yoki shifokorlar aytayotgan qaysidir muolajasi, mana ko'pchilik o'sha qarshi bo'layotgan inseminatsiyaga ham qarshi yoki ekoga ham qarshi bo'layotganligi, u imkoniyat davrida sizni dunyoga kelganingiz, shu o'sha paytda yashayotganingizni o'zi Allohimiz sizga bergan imkoniyati bo'lishi mumkin va o'sha sizga shu ishni qilib bera oladigan doktorni sizga
topilganni o'zi ham bitta imkoniyat bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun man sizlarga aytamanki, har doim siz harakatini, sababini siz qilasiz, natijasini Allohim albatta sizga yozib qo'ygan taqdirdagi. Agar taqdir bo'lsa, ekoda ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi, qanchada shunaqa. Lekin uni sababini qilib ko'rish kerakmi? Da, albatta qilib ko'rish kerak. Chunki sababi bilan barobarida, masalan, mashinaga benzin qo'yasiz, shofyor yo'q bo'lsa yurmaydi-yu. Sababi barobarida siz o'zingiz ham o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Одновременно, ya'ni bir vaqtning o'zida o'zingiz ham bu narsada harakat qilishingiz kerak. Ya'ni bo'lishiga siz ham mas'ulsiz. Sizga beriladigan narsani siz ertaga ko'tarasiz. Siz unga boquvchi bo'lasiz, siz qarovchi bo'lasiz, siz shunga tayyor bo'lishingiz kerak. Keyin bepushtlikda ham nima uchun shuncha farzand bo'lmaydi? Chunki er yoki xotin tayyor bo'lmaydi shu vaziyatga. Vaziyatga tayyor bo'lmaydi, o'zini tayyor emas deb biladi. O'sha ong ostida bor unda shu o'zini travmalari o'ziga ravo ko'rmaslik demayman, qanaqa desamkin, tayyor emas. Bolada hali o'zi ongida bola qolib ketgan. Yetishmagan orzulari bor, o'zi uchun qilmagan harakatlari bor, o'zi uchun bermagan narsalari borki, qachonki u o'zi uchun bermagan bo'lsa, qanaqa farzandiga berish mumkin ertaga? Shunaqa bemorlar bilan qancha vaqt muddat ichida ishlaysiz? 3 oy. O'zingiz ham ko'rdingiz-ku, yaxshi ishlasa 1 oyda ham o'zini natija berishadi. Lekin maksimal srok, optimal srok miyaniki 3 oydan 6 oygacha agar bosib ishlasa, mana har kuni bir xil vazifalarni qilsa, mana masalan agar o'zimizni dinimizdan kelib chiqsak ham qanaqa namozingiz vaqtida o'qisangiz, salovat etsangiz, hammasini joy-joyida qilsangiz, o'zi siz nima deydi, refleks holatiga tushasiz. Xohlamaysiz tilingiz уже shunga ketadi, aylanadi, ruhiyatingiz o'zgaradi, balansingiz anaqa pasayadi, nima deydi? Sakrab ketishlar, odamlarga nisbatan qarashlaringiz o'zgaradi-ku, shunaqaga nisbatan vaziyatlarga, o'zini ustida ishlagan odamlar vaziyatlarga nisbatan qarashlari o'zgaradi. Keyin boyga anaqa aytib bergan matal deyiladi, endi o'zbekchada o'sha matalingizga ruscha nima aytaman, бережён va Bog' бережёт. Ya'niki sen o'zingni asrasang, o'zingga o'zing bera olsang nimadir, shundagina Alloh senga bera oladi. Ya'niki ravo ko'rsang, oldin ongingda ravo ko'r, sen duo qilib so'rab ko'r, sen shuni xohlab ko'r oldin. Keyin undan keyin sen natija kut. Keyin natijani ham bo'ldi, qildim-ku, bo'lmayapti. 10 kun mana 1 oy duvdilar, qildim, bo'lmayapti. U narsa вообще mumkin emas. Mumkin emaski, bo'ldi, oqibatiga rozi bo'lib, boya aytganimdek kutasiz. Siz 1 oy ishlaysiz, siz 6 oy ishlaysiz, siz 3 oy o'zingiz ustingizda ishlaysiz. Вообще-то har doim o'zini ustida ishlashni men tavsiya qilaman. Mutaxassis bilan to'g'ri, siz zo'r ishlasangiz 6 oygacha ishlashingizni tavsiya qilaman. Chunki bu etapna bo'ladi. Birinchi sal mukammalroq, keyin уже neyrografikada ham bor, как foydalanuvchi sifatida ishlaysiz, keyin уже mutaxassis sifatida ishlaysiz, уже keyin professionalga o'tilasiz. Bu hamma sohada shunaqa, etap-etap. Shuning uchun ham siz avvalosi farzandli bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni to'yintiring, ilmga to'yintiring. Bu dunyo matohlari qolib ketadi. Masalan, bir xil narsalarga o'ch bo'ladi-da, men aytaman, o'sha narsalarga sarflaydigan pulingizni o'zingizga sarflang. Hozir to'y bo'lsin desa, mana bitta muammosi tursa, to'g'ri olish kerak, lekin o'sha narsani prokatga olib qilsa ham bo'ladi, lekin yo'q 600-700 dollarga kiyiladi, o'sha turadi. Mayliki o'zini ustida ishlagan, shu vaziyatlarni yecha oladigan ayol bo'lsa, mayli, bu можно, lekin o'zini qiynab bu narsaga erishib ilmga sarflamasdan mana bunaqa isrof narsalarga sarflaydiganlarda 2-3 karra bunaqa vaziyatlar ko'proq uchraydida, keyin ruhan tushkunlik bo'ladi. Nimaga shunaqa? Pulim bo'lsa ham pakoyim yo'q, nimaga shunaqa deyuradi odam. Chunki nafsi to'yadi, ruhi to'ymaydi bu narsadan. O'shaning uchun ham odamlarda halovat bo'lmaydi. Puli bor, halovati yo'q-da. O'sha masalan 20 ming dollar puli bo'ladimi yo 30 ming dollar puli bo'ladimi? Ana boring 100 mingdan oshiq puli bo'ladi, lekin halovati yo'q. Kechasi 3 ta uxlaydi. Ana boring uxlolmay chiqadi. Nima uchun? Men aytaman, shu puling bo'lsa ham shu odamsiz, shu pulingiz hozir yo'q bo'lib qolsa ham shu odamsiz. Siz tasavvur qiling, shuni oqibatiga rozi bo'ling. Endi asosni buni qabul qilish uchun ilm kerak.
однозначно. И yana bitta mana bu umuman mani homiladorlarimga yoki bepushtlik bilan aziyat chekayotgan kuzatuvchilarimga umuman aloqasi yo'q mavzu, o'zimni qiziqtiradi. Lekin uni yechimini topdim endi sizdan omma oldida ular bilishi uchun. Chunki ko'pchilik miyasida shunaqada, mana psixologga borishdan oldin yoki psixogenetikka borishdan oldin mana ko'pchilik psixologlarni aytadi, turmush siz hamma yo'nalish bilan ishlaysiz-ku, misol uchun nafaqat meni bemorlarim bilan emas-ku, siz o'zingiz keng-ku yo'nalishingiz har qanaqa muammolar bilan, psixologik muammolar bilan eri yo'q, например, o'zini, lekin er-xotin munosabatlarini yaxshilash haqida gapirib berishadigan psixologlar borda. Va siz shunga qanaqa, shu haqida qanaqa bera olasiz, ma'lumot bera olasiz yoki mana pulga ochilish haqida anaqalar berishadi, dars o'tishadi, lekin pulga ochilmagan o'zi psixologlarni ham biladi. Mana qanaqa pulga ochilmagan, o'zini qarzi bo'ladi, lekin pulga ochilish haqida gapiradi. Unga qanaqa qaraysiz? Endi boya aytdim-ku, anaqa professional bo'lsa ham odam bu narsada hech kim strahovanniy emasda, kafolatlanmagan. Aytdim-ku, qanaqadir qancha ko'p pul topsangiz ham, u pulni energiyasi, uni javobi bor. O'sha javobiga yarasha sizga katta pulsizlik kelishi mumkin. Kimgadir o'rgatyapshingiz barobarida Allohim aytadi, to'xta, sen shu va'dani beryapsan, sen shu narsani o'rgatyapsan, o'zingda sinab ko'raylik bu narsani. Kim sizni pulingiz hozir bor payti bo'ladi u paytda-da. Lekin siz juda ham ubitый odam kelsa yoningizga unaqa qilib, bunaqa qilib, mana bunaqa qilib ishlaysiz, lekin uni energiyasi bosimi ostida sizga ham shu narsalar kirib kelishi mumkin hayotingizga-da. Yashab o'tishingizga beriladi. Xuddi mana shu gapingiz menga yoqdi. Demak, sen shuni o'rgatyapsan, sen ham bitta yashab o'tib ko'rchi, shunaqami? Yashab o'tda. Sen ham yashab o'tib ko'r yoki bo'lmasam, sen qani o'zing qanaqa yechasan shu muammoingni? Shu muammoingni sen o'zing qanaqa yechasan? Bu agar professional bo'lsa, bu narsa unga yashab o'tadi, tabiiy yashab o'tadi. Albatta 2-3 oy, balki yarim yil kelishi mumkin. Bu narsa ilm bilan chiqib ketadi. Ilm bilan chiqib ketadi. Oson bo'ladi chiqib ketish. Har bitta bu masalan mashina haydashmi, professional shofyorda ham tupikka kirib qolish bor, botib qolish bor, avariya bo'lishi bor, или zubnoyda ham bu narsa bo'ladi, stomatologlarda ham, tish oriydi, ginekologlarda ham bu narsa aytibman. Bu qancha o'zingizni ishlasangiz, bu narsadan yoki bo'lmasa namoz o'qisa, umraga borsa, bo'ldi, bu narsadan hamma narsa bo'ldi, sen xolisan, endi bemalol yashaydigan narsa yo'q. To tirikmizki, buni hamma narsada biz sinalamiz. Hattoki siz o'zingizni ishlab o'sha shu vaziyatdan chiqib ketgan. Mening eng yoqadigan narsa ilm olib o'zini ustida ishlash. Nimaga? Ertaga farzandlaringizda shu narsa takrorlansa, siz bera olasizda. Shu narsa uchun men o'zim ham shu narsa, o'zi birinchi mutaxassisligim boshqa-ku, bilasiz. Shu narsa uchun ham yana ham ular vaziyatida ilmliroq bo'lib yondashuv, chunki har qayerda farzand tarbiyasida ota emas, hattoki u o'g'il farzand bo'lsin, onani roli katta. Shuning uchun ham ayollar biz gapirsak efirimizda juda ham informatsiya ko'p bo'ladi aslida. Biz hali ko'plab Xulkar Yuldasheva bilan birgalikda efirlar qilamiz va sizlarni qiziqtirgan savolingizga xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz maksimalni. Nimaga bu efir? Mana bularni men oxirgi yakun xulosani yasab beradigan bo'lsam, bular aytganlardagi qachonki agar siz o'zingizda ishlasangiz, muammolaringizni yechimini baribir ham topasiz. Lekin sizni ilmli bo'lganingiz nafaqat siz o'zingizga, balkim farzand tarbiyangiz uchun ham bu juda ham katta rol o'ynashi mumkin. Farzandlaringiz o'sha muammolarni yengilroq yechib o'tish uchun siz ularga tirgak bo'lishingiz kerak. Chunki farzandni ona oyoqqa qo'yadi. U misol 25 yoshda, 20 yoshda yoki 15 yoshda maktabdagi qanaqadir o'zingiz ham yashab o'tgan muammolaringiz bor. Xuddi shunaqa muammolardan farzandingizga chiroyli yechim ko'rsata olish uchun ham ona ilmli bo'lish kerak va ona o'zini ustida ishlagan bo'lish kerak. Siz oxirgi yakun so'zingizni marhamat bularga qanaqa? Ulamolarimizda ham bitta gap bor, ya'niki bir mo'min musulmon bitta insonga kuchi yetsa, ya'ni erkak kishi o'zimizni tilda gapiring, erkak kishi bitta erkak kishiga kuchi yetsa, uni tarbiyalay olishga, ayol kishi butun ummatni tarbiyalay olishga kuchi yetadi. O'shaning uchun ham bizda ayollar, ya'ni kim homilani tashuvchi, ya'ni ko'taruvchi qilib yaratilganmiz. Ayollardagi u hech kim bilmas sinoat borki, shunaqa mehr bor, shunaqa energiya bor, shunaqa ulkan katta
maydon borki, hattoki u eri va uni oilasini, o'zini farzandlarini, o'zini ota-onasini hammasini jamlay oladi. Hammasini muammosini kerak bo'lsa jamlay oladi. Hammasini yutug'ini jamlay oladi. Shuning uchun biz ayollar hech qachon tushkunlikka tushmasdan yechib o'tishga harakat qiling. Vaziyatlaringizni yechib o'ting. Shuning uchun biz butun ummatni tarbiyalay olamiz. Bizga tarbiyalaydi degan даже undov belgisi bilan qo'yilgan bizga shart bor. Ya'ni kim o'zingni ustida ishlasang, sen o'sha turmush o'rtog'ingga ham, oilangga ham ko'p narsa bera olasan. Kelajakda nabiralaringga hattoki ko'p narsani bera olasan. O'zingiz onangizdan ham qiyos qilsangiz bo'ladi. Hattoki energiya yetadiki, shu qachonki bu narsa yig'ilgan. Sizda bekorga kelmagan podkast qilish, menda ham bekorga, chunki bizda informatsiya buni chiqarish kerak-da kimgadir. Yetmay atrofdagilarga berganingiz kamlik qiladi-da inakda. Shuning uchun keyin nima deydi? Shu foydali eksperiment qilamiz deb aytamiz biz. Aytishinglar mumkin, chiqib gapirish oson yoki chiqib aql o'rgatish oson va hozirgi temani dolzarb nima deydi? Tashxislaridan bittasida Instagramda o'tirib yozishadi-ku kommentariyada. Sizlarga gapirish oson, sizlarning pulingiz yaxshi, ko'p-da. Oson bo'lmagan, oson emas. Hech kimga oson emas. Qanaqa oson emas? Hamma boya aytganimdek o'zini darajasida hamma muammolarni, vazifalarni bajaradi. Hech kim ideal emas, hech kimdan ideallikni ham qidirmang, lekin sizga o'sha inson tushmayaptimi? Siz undan vaqtinchalik o'zingizga savol bering-da, nimaga bu odam meni hayotimga keldi yoki nimaga bu inson meni hayotimda bor yoki nimaga bu vaziyatlar meni hayotimga keldi, nimaga aynan menda deb o'zingizni ustingizda ishlash uchun savol bering. O'sha narsani javobini topish uchun savol bering yoki nimaga bu menga bu vaziyat, nimaga odamlarda unaqa emas, menda bunaqa deb nolib emas, o'zingizdan javob topish uchun shu savolni berishingizni xohlardim. O'shaning uchun bizda ayollar behisob shukr qilaman ayol kishi bo'lib yaralganimga. Menda shunaqa energiya borligiga ham, men shu narsani qodir qilgan Allohimga behisob shukr etamanki, shunaqa zaminda yashayman, shunaqa millatda tug'ildim, alhamdulillah musulmon bo'lib tug'ildim. Endi hamma davrda ham, hamma zamonda ham o'zingning zamoning, davringga qarab ish qilgan, ya'ni kim atrofingdagilarga hurmatsizlik bo'lmasin degan maqsadda aytilgan bu hadislarda. Bu yana bir marta aytaman, atrofingizdagilar avvalosi bu vatan ostonadan boshlanadi, oiladan. Oilangizdagilarni hurmat qilgan holda, ularga zarar keltirmagan holda o'zingizni ustingizda ishlang. Hamma, ya'ni kim oila ishi, farzand hammasini tashab qo'yib, men o'qishim kerak degan narsa emas. Ya'ni biza boya aytdim, hamma narsaga kuchimiz yetadi, xohlasak albatta va bu narsa shirinroq bo'ladi-da, men epladim degan narsa bo'ladi oxirida. Keyin xursand bo'lasizki, keyin analiz qilasiz. Bu vaziyat meni o'stirish uchun kelgan ekan. Hattoki farzandsizlik men oldin shuncha narsani bilishim kerak ekanki, keyin men bo'lishim kerak ekan degan narsa bor. Oddiy shukronalikni ham bilib shukronalik keltirgan boshqa narsa. Shunchaki tilda keltirgan boshqa narsa-da. Shuning uchun hammaga omad, ishlarda rivoj va keng salohiyatli o'ylab fikrlaydigan ong tilayman, eng asosiysi. Ana. Shunaqa. Hamma narsani yaxshi tarafidan qidirishinglarni xohlayman. Xulqar Yo'ldasheva, sizga katta rahmat bugungi manfaatli efir uchun, bugungi vaqtingiz uchun, shunaqa iliq, zo'r energiyangiz uchun. Xudo xolasa, men o'ylaymanki, bugungi efirdan keyin ancha-muncha odam o'zida muammolarini qanaqa muammo o'tirib o'ylaydi, menimcha efir bu narsa oddiy ketishmaydi. Bu narsa oddiy, buni mukammallashtirmang. Hamma narsa oson, oddiy tuyulgan, lekin qanchadir pul to'lash kerak. Mana yo'q, siz qadam bosib ko'ring, siz harakat qiling, sizni xohishingizga qarab o'sha inson ham ko'ngli balki ilib sizga arzonroq etadi. O'zingiz tortib olasiz bu narsani-da. Qimmat etadi desangiz, albatta qimmat etadi, chunki teleportatsiya. Ruhlar aytadi-ku, birinchi ruhlar topishadi. Ruhiga, siz ham ruhingiz ruhimizga tushgani uchun biz birgamiz, bir to'lqindamiz degan narsa shu. Aksariyat ruhingizga to'g'ri kelsa, hattoki siz bilan tekinga ishlaydigan insonlar ham paydo bo'lishi mumkin. Bu narsa bo'ladi u. Da, shunaqa. O'shaning uchun aytamanki, mana hattoki Lobar Ergashevni qat'iy xohlaganlari sabab
sabab bu bir marta ham yo'talmadim, sezdingizmi? Bir marta ham telefon bo'lmadi, yo yo'talmadim. To'ppa, to'g'ri qarang. Bugun menga голосовой tashladilar, ovozlari bo'g'ilib qolgan, lekin men shunchalik xohlaganimni ko'rasizmi, bular nimaga aytmayaptilar bu narsalarni. Bu xohish hamma narsaga. Men endi komandani to'g'risi mas'uliyatli insonman. Men komandaga aytib qo'yganman, "Voy, uzr, mana joyi ham admin qiling yoki mana bolalar sizlarga bugun hozir men shu vaqtda ishlamaymiz endi" deyishga uyaldim. Sizga ham bora olmayman dedim. Qanaqa bo'lar ekan? Shunaqa deb aytdilar, chunki sizda ham endi shunaqa ma'naviyat darajangiz shunaqa yuqori. Menga aytdilar, "Qanaqa bo'lar ekan, sizni uyaltirib qo'ymayman, ovozim chiqmayapti" deb aytdilar. Voy asalim, men ham yo'q, bugun qilib bermaysiz. Biz o'zi shunaqa insonlarmiz. Voy asalim, lekin men bolalarga aytib qo'yganman desam, bo'ldi, men boraman deb yozyaptilar-da. Ovoz anaqa davolanaman va hozir boraman. Men 3 soatda lecheniyalar qilib, shu podkastimiz uchun sizlarni shunaqa mazmunli, shunaqa bir yaxshi informatsiyaga ega bo'lishingiz uchun bu mutaxassis kasal holatlardan ham hattoki meni xohishlarim olib kela oldi. Balkim bu aynan sizlarning ham xohishlaringlar shu narsaga sababchi bo'lgandir. Hammanglarga katta xudo xolasa yutuqlarga erishishinglarni tilaymiz va yaxshi natijalar bilan biz bilan mana sizni podkastingizdan keyin yoki mana sizni qabulingizdan keyin yoki mana Xulkar Yo'ldashevani qabullaridan keyin mana shunaqa natijaga erishdim deb bizga отзывlar yozib qo'yishinglar uchun xudo xolasa tilab qolamiz sizlarga shu narsani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayrli bo'lsin. Xudo xolasa.